Eğer bulsan gidek Kebimayım Muayim sen bulsan Kulayım muayim Eğer bulsan gidek آقا این نوش پلیس صدا کلوش خواهد رجال مگزین شما فکر برادری بود بروری میگردم میگه برای قاضی هاش حدو زنیده Arlıktır yalanlar Bir tam yemekçe açları kolmaz So'ziga ulun kız kulağın solmaz Uzoqdan ko'zlasa ko'zlari ko'rmas Dard yamoni qarlikdir yalanlar Gapirsang so'z eshitmas quloq kar bo'lar O'ltirib turmog'i dardisar bo'lar Suyaklar zirqirab darbadir bo'lar Dard yomoni qarilikdir yaronlar Og'ziga qarasang bir kishi bo'lmas To'shak yostiq bilan hech ishi bo'lmas Yonida qadrdon teng kishi bo'lmas Dard yomoni qarilikdir yaronlar Gapirmadirlar Dard yomoni qarilikdir yaronlar Qandoq quvvat qolmas yuzingda ko'rkang O'ltirib turmoqqa yetishmas erkak Kahramanlar yok burada. Kahramanlar yok burada. Haydi yürüyle bakalım. Aşağı ya yeterler. Hadi bakalım yürüyle bakalım. Baka. 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 Yürüyle. Yürüyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum muhtaram jamoatul muslimin. Hammalarimizni mamnun qilib, Xudo uchun bir shar'iy mana bu nikoh to'yida ihson qilyaptilar. Mana bu ihsonni munosabati bilan, mana bu nikoh to'yining munosabati bilan hozir Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mavlud shariflari o'qilar ekan. Endi tashqarida mana mikrofonni olib kelib berishdi. Tashqaridagi xizmat qilayotgan, ishda o'tirganlar ham gaplashmasdan bir odob bilan
mavludi sharifni hurmatini qilib o'tirilsa, albatta bu mavludi sharifni savoblariga, fazilatlariga barchalarimiz barobar mamnun bo'lar ekanmiz. Shuning uchun quloq solib eshitib o'tirishlaringni iltimos qilamiz. Xatimil anbiya'i val mursalin. Yan ehsonlarini dargohida qabul qilsin. O'qilgan tilovat Qur'on, mavludi shariflarning savoblarini avvalo janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruhlariga, shahoriyori izom sahobai kirom, azvoj mutahhara, tobi'in, tabi'a tobi'in rizvanulloh ta'ala alayhim ajmain ruhlariga, jami'i o'tgan firuz sahoblarimizni, ota-bobolarimizni, xususan sohibi ihson birodarlarimizdan o'tgan barcha umidvorlarning ruhlariga baxshida qildik. O'tganlarimizda Alloh alayhi rahmat, shoista jannat qilsin. Qolganlarimizga insof, tavfiq, rushd, hidoyatdan saharli, hofiz janni, tinchlik, istiqbolini ato qilsin. Xonadonlariga fayz va baraka, farzandlariga insof, tavfiq, rushd, hidoyat. Mana bu 2 yoshni Alloh taqdirlarini bir qilib o'zlaridan o'rib o'sib, bolali, chaqali bo'lib baxtli bo'lishlikni nasib va ro'zi qilsin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana va hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hayır,